qarindoshlarim, xudo xolasa mana Monster skuterlarimiz ham yetib keldi. Monster skuterimiz afzallik tomonlaridan Monster skuterimizni mana telefon podstavkalari, tablosi elektronli bo'ladi, kaputlar ikkitadan bo'ladi. Hangi bakovi, kaskga hamma yoq qo'shib beriladi. Oldi, orqa tormoz jilkisli bo'ladi. Karsinkalari ham ancha o'zgarib kelgan, faralari ham ancha baquvvat bo'ladi. Bunaqangi mana kalotkalari ham oddiy kalotkadan emas, ancha mustahkam, yaxshi kalotkadan bo'ladi. Oyoqda edi. Отдельный подножкалari bo'ladi. Karsinkasida mana yashigida bunaqangi so'mga qo'yadigan narsasi bo'ladi. Tepasida yana akkumulyator tiqib qo'yadigan joyi bo'ladi. Motori 700 vatt, o'ziga 230 yozilgan bo'ladi. Noshkalari ham ancha baquvvat kelgan buni. Ko'rsataylik, noshkasi ancha baquvvat. Yana afzallik taraflaridan buni akkumulyatori 60-28 bo'ladi. Bu degani bu akkumulyator bilan bemalol 60-80 km yurishingiz mumkin. Bitta akkumulyator bilan, ya'ni. Old tomonda ko'rinishi ham, balonlari ham ancha baquvvat bo'ladi buni. Stepinalari ham ancha mustahkam ishlangan. Bunaqangi akkumulyatorni quflab qo'yilgan joylari ham bo'ladi. Akkumulyatorni hech kim olib ketib qolmaydi. Orqalari hamma yo'li ancha baquvvat qilib ishlangan buniki. Pedallari ham bor, bemalol zaryad tugab qo'yganda pedalni aylantirib boshqarib ketsa ham bo'ladi. Tezligi 25 qilingan bo'ladi. Akkumulyatorni ulab turib yig'izlar. Tezligi 25 dan oshmaydi. Prava A1 prava talab qilinadi. Nomer umuman shart bo'lmaydi bu skuterga. Arkada favorotniklari, tormozdilari hamma yo'q bo'ladi. Tormoz bosganda ham yonadi, fara yoqqanda ham yonadi orqa farasi. Bunaqangi muammo bo'lmaydi. Xohlasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Xohlasa chiroyli qilib yetkazib beramiz.